Mana xudo xohlasa yana bitta obyektimizni отопленияni установка qilib oldik. Xo'p, bu yerda zapravочный ichkarida nasos bor podvalda. Отопленияni zapravka qilgan zapravочный qilib qo'ydik. 32 turboda qilingan. Xo'p, bitta gidrokollektor terdik. Hop, подача обратно hammasi запасный xod ham tashlab ketdik. Xo'p, bu kotel sliflari, kotelimiz Anjan kotel, Feder degan kotel. Har doim o'rnatib yurgan kotelimizdan. Xo'p, kotelimizga mana ko'mirlarni solib qo'ydik. Graduslarni qo'yib, hammasi temperatura 55, 50, 55. Ikkita silkason nasos qo'yganmiz. 200 kvadrat joyga. Xo'p. Rashpaylarni tepaga qo'yib, kotelimizni nima qildik? Steglovatadan o'rab, to tomiga dor. Endi rashitelniy bachog'ida ham o'rab qo'ysak. Aka, kotelga gap yo'q. Zo'r, xudo xohlasa, ko'z tegmasin, zo'r ishlayapti. Yonishlariga hech qanaqa muammosi yo'q. Bu xonadonimizda 200 kvadrat joyga qo'yilgan 11 ta radiator bor. Endi bu ustalar kelib, tomini yopib, chiroyli qilib o'rab qo'yishadi. Molning balandligi 5 metr.